Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yil 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 7-bob. Qinishmagan yuraklar. Öz yo'lini tepish, öz o'rnini bilish inson uchun eng muhimdir. Bu insonning o'z-o'zini bilishi demakdir. Vegi Bilniski. 1. Çoxchib turgan tağlar üstüdeki aquş bulutlar, goya tağlarga yemlişip qilib, özünü yolup alalmayvatqandek ko'rinatdi. Tağ bag'ridagi yap-yeshil o'tloqlarda mal charvalar otlashib yuratdi. Soğuq shamol tanlarni qo'rib o'tatdi. U yer bu yerlarga tikilgan chidirlardagi mal boquvchilar chidir sirtida turib, atrofga zansilib qarashatdi. Ular nimalardandir vahima yeb, tugmas g'amlarga mubtalo bo'lgandek qilatdi. Nasiraxun bilan Turdaxun 2000 qo'yni ayirib olib, mengishqa arsaldiliq ichida jabdunvatdi. Bu yerga mang'archig'imizda vanseling, vazifani o'rindimasanglar, bola chaqanglarga yaxshi kun yo'q devidi. Mubada bu qo'ylarni haydab go'mendonchilarga opirib bersak, ularga yordam qilgan bo'lamiz. U chaqda baratlarga, qarindoshlarga yuz kelolmaymiz. U yoq tartsak harg'usunudu, bu yoq tartsak o'kizuludu, Tudaxun. Shuni degina, biz bir nima qilib qo'yni aparmaydiganning, uydagilarga uvol bo'lmaydiganning chorasini topsak bo'ladi. Qandoq chora qilsak bo'lar? Shu arada ikki otliq kishi otlarini choptirib kelib, otlardan alman-talman tushdi-da, Nasiraxun bilan Turdaxunning yiniga bordi. Bular yerlik qozoq yigitlar edi. Biz Kungayga o'tgan edik. Qo'sh amchakdagi bir joyda partizanlar bor ekan. Ular Go'mindan askarlari bilan urush qilib o'tibdi. U yerdan o'tmak ta's o'xshaydi, dedi o'zaro ahvollashgandan keyin qaramtul kelgan o'ttir bo'y bir qozoq yigit. Qaraganda u yerda 30-40 tak partizan bor o'xshaydi, dedi oqsaproq mang'adigan yuzi qizil, do'g'loq kelgan yana biri. Ularning boshlig'i Nasriddin boyning o'g'li Aqosh degan botur yigitkan. Sizlar deb beqinglarchu, qandoq qilsak bo'lar? Ahvolimizni o'zinglar bilasizlar, dedi Turdaxun g'amkin holda. Meningcha sizlar ularga qitilib ketsanglar bo'ladi. Qandoqsiga? Sizlar ularga qitilib ketgandan keyin biz bu yerda sizlarni partizanlar tutib ketibdi deb davron solamiz. Buning uchun sizlar avval qo'ychilarga yo'lni partizanlar to'sib olganligini aytinglar. Ondan atrofni kuzatib kelamiz deb untinsiz g'oyib bo'linglar. Shuning bilan biz bu yerga aloqador bo'lib kelib, sizlarni partizanlar tutib ketdi deb gap tarqitimiz. Uzun o'tmay shaharga odam mangdirib etimiz. Bu mo bo'ldigan chor ekan. Rahmat sana Aqan, dedi Turdaxun xushal bo'lib. Mushundaq qilmay amal yo'q. Bizga ishoninglar. Bu yaxshiliginglarni unutib qolmaymiz. Ma'qul, sizlar ishinglarni bitiringlar. Bizning yana ishimiz bor. Xayr, keyin ko'risharmiz, dedi Aqan. Nasiraxun, amdi shundoq qilamdiq. Shundoq qilayli. Baratlarning bizdan kutganimi shu edi. Bu go'mendonchilar bizga nima askiliklarni qilmagan. Ularga yordam qilamdiq dixi. Boshqa kelganni ko'rayli. Yur. Shundoq degan bilan yana uydagilardan ansiraydigan gapkan. Ansirma. Peshonimizga putligini mush o'xshaydi. Nima g'am qilsan? Ularga mo xudoyim bor. Yur, qo'ychilarning yiniga borayli. Ular tez mingib chidir uyga yetib berishdi. Kelinglar, dedi qo'ychi yigit o'rnidan turib. Qara uka, anglasak, dedi Nasiraxun o'rnida turibla. Yo'lni partizanlar to'sib olibdi. Ular Go'mindan askarlari bilan urushib o'tibdi. Biz atrofni kuzatib kelayli. Ondan ahvolga qarab yo'lga chiqarmiz, dedi parishon holda. Men mu baya Aqandan angladim. Qani, sizlar avval atrofni kuzatib kelinglar. Sen mu boshqalarga deb qo'yarsan-a? Bo'ladi. Ular chidirdan chiqib, oppoq bulutlar uzib yurgan osmonga qarashdi. Odam uchadigan bo'lib qolsa-chi-a? dedi Turdaxun ko'zlarini chimchiqlatib. Yur, yo'qolan xiyollarni qilmay, vaqtni chin tutayli. Jannatga kirsang, hur parilar bilan birga uchsan. Shundaqmi bo'larmi?
Nasraxon, otlarni obdan to'qib olayli. Ular tog'dan chiqib yo'lni kesib minib, O'ytoshqa keldi. Shu chaqda ikki otliq kishi ularning oldiga chiqib keldi. Assalomu alaykum, dedi Nasraxon qo'rinib turib. Va alaykum assalom, dedi baslik kelgan, ko'zlari yo'g'on qozoq yigit. Biz qo'sh emchakka mangan, dedi Nasraxon nima deyishini bilolmay. Sizlar partizanlarga qo'shlayli deganmi qandoq, dedi hiliqi qozoq yigit. Ularga boshdan oyoq qarab chiqib, biz deb turib qoldi Turdaxun Nasraxunning ko'ziga qarab. Aytaveringlar, qo'rqadigan ish yo'q. Ular arsalti bo'lib sal turgandan keyin nima bo'lsaq bo'layli deb rostini aytdi. Naiti yaxshi bo'pti. Mening ismim Aqash. Bu qirg'iz do'stimning ismi Ibray. Tanishib qo'yayli. Voy, Aqash degansanmi? Partizanlar boshlig'i men degina. Mening ismim Turdaxun. Bu og'inamning ismi Nasraxun. Bu yerga kelaman deb xap qilg'achqa ilib oldim. Turdaxun boshqacha jonlanib ketdi. Ular qaqaqlab kulishdi. Sizlar nega mangan? Dedi Nasraxun kulikidan o'zini besib. Daxiyanizda bir gomindan amaldorining uyida 100 dan ortiq sarxil ot bor ekan. Shuni bir kishi boqadi ekan. Shu otlarni haydab kelgili mandoq, dedi Aqash go'shlik yuzlarini silab qo'yib. Past taraflarda nurg'un askar tursa, bu taydimi askarlar ko'p. Sizlar qandoqmi akilarsizlar? Dedi Turdaxun hayron bo'lib. Amalini qilib ko'rimizda, dedi Aqash otning yuginini tortib qo'yib. Shu asnoda Vutay tarafdan 10 necha mashina askar chiqib keldi. Buni ko'rgan Aqash, sizlar bizning karomatimizni amdi ko'ringlar, dedi otdan chapdastlik bilan tushib, ondan otni toshqa bog'lab qo'ydi. Uning orqasidan Ibrohim otdan tushdi. Yigitlarni boshlab kel, dedi Aqash Ibroyga. Ibroy ayol bo'lmay tog'ning teskay tarafidan 5 yigitni boshlab keldi. Ular miltiqlarni batlab sal tuvanga tushdi-da, toshni dalda qilib yotdi. Ular mashinalarni zansilib kuzatdi. Ondan chanlab turib, oldidagi mashina bilan eng keynidagi mashinaga qaratib o't ochdi. Go'mindan askarlari patparaq bo'lishib, pilimotlardan o'q deganni bo'lishiga qo'yib berdi. Bir qismlari bu tarafga qaratib granat tashladi. Yer jahon istitak bilan qoplandi. Sanab turinglar ha, dedi Aqash orqasiga burilib. Ular orqa-orqadan 15 askarni do'miltibatdi. Ya hazrat, bular hajab margankina, o'zimizni mo margan deb yuribdiq. Asli margan bu yerda ekan. Turdaxun ko'zlari chekchiyib ketdi. Rost margankan, bizga mo maydon bo'lsa, ulardan qilishmaymiz. Pushtak chilinishiga dushmanlar qiya-chiya qilishdi-da mashinaga chiqishib, 5 mashina Vutay tarafga, 6 mashina Sayram tarafga qochdi. Ular tog'dagi partizanlarni nihoyatda ko'p chaqlab qolgan edi. Ya Alloh, deb yaqasini tutdi Turdaxun. 10 necha mashina odamni patparaq qilibdi-ya. Bu nim karomat. Aqash bilan Ibroy kulib qo'yib bu tarafga keldi. Bu ularning biz qandoq ekanmiz degini edi. Sizlar qolsizkansizlar, dedi Turdaxun. Nadikin deysan, dedi Aqash kamtarlik qilib, ondan rasmiy gapga o'tdi. Sizlar mushu tog' ichi bilan mingib, Aqash tog' keynini ko'rsatdi. Av yerga barsanglar, shu yerda To'mirbek degan odamning uyi bor. Sizlar bizni Aqash avatdi deb shu yerda turib turinglar. Biz berib otlarni haydab kelayli. Nasraxun bilan Turdaxun uning gapini anglab bir-biriga qarshib qoldi. Qandoqmi akilarsizlar? Baya ko'rdinglar-ku. Yana ishonmayapsizlar? Ma'qul amsa, ko'rishguncha Xudoga omonat. Bu ikkisi ularning kaynidan qarisi yetguncha qarshib turdi. Yuringlar Nasraxun, ko'rmaganni ko'radigan o'xshaymiz tixi. Ular tog' orasi bilan otliq mingib, Aqashlar degan chidirga yetib keldi-da, sirtda o'tin keslayotgan kak saqal bir kishi bilan salomlashib ko'rishdi. Bizni Aqash mushu yerda turib turinglar degan, dedi Nasraxun u kishining o'zlariga hayronlik bilan qarashlarga javoban. Aqashmi? Ha, qani, uyga kiringlar. U kishi illiq chiroy ichib ularni uyga boshladi.
Ular chidir ichiga apchiligina silingan kigiz ustiga joylashib olgandan keyin duoga qo'l ko'tarishdi. Sizlar Aqash bilan qandoq tanishib qoldinglar? Dedi Tömürbek duodan keyin. Biz bunjilaq degan yerga Nasiraxon uningga bo'lgan ishlarni ta'sirli qilib so'zlab berdi. Ha, mundaq ishkanda, demismi bular qo'mondonchilarni demakchi. Bularning zulmi haddidan eshib ketdi. Sizlarning bu yoqqa kelganinglar yaxshi bo'pti. Ulug' ishqa otlanibsizlar. Alloh sizlarga madad bergay. Voy kampir, choy ilib kirgin. Aqash o'zi naiti batur, aqlli yigit. U mo qo'mondon hukumatining zulmlariga chidamay, ular bilan ilishib yuratdi. Keyin ili o'g'irlari chiqibdi deganni anglab qo'liga qurol oldi. Tömürbekning xotini ular bilan salomlashib bo'lgandan keyin choy rastladi. U naqchilikka chidamay isyon ko'tardi. Biz qo'ylarni beqib, samirtib cho'ng qilsak, qo'mondon askarlari yo'lsizlik bilan tortib olib yavatgan, bermasa urvatgan. Asli mol kimning? Bular uni o'ylab qo'ymaydi. Xuddi bu yerga mol chorvalarni akilib to'kvitishgandek qilishidi. Qurol bilan hayva qilishib, qilidig'ini qilishidi. Zaman zo'rning bo'lib ketib boradi-ku. Sizlar xotirjam bo'linglar. Ular oilanglardagilarga hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Iliq chora yaxshi bo'pti. Ular bu yandan paranglashib o'ltirishdi. Nasiraxon bilan Turdaxon oilasidagilardan ansirab, Xudodan ularga aman esenlik tilaydi. Vaqtmo bir yerga bordi. Aram olayli, dedi Tömürbek o'rnidan qo'zg'alib. Kampirslarga o'rin silib bersin. Nasiraxon bilan Turdaxon sirtqa chiqdi. Achchiq sovuq shamol ularning yuzlariga urilib, tanlarini qo'ridi. Osmon bulutliq, qorong'ulik qapsilib, tiqilib turardi. Tog'lardan bo'rlarning huvlashlari anglanib, bu zaminga ajoyib bir sur beg'ishlaydi. Bu zaminga odamning qarasa qarg'isi keladi. Kangri bir dunyo, oltindek zamin, dedi Nasiraxon ig'ir o'q tartib. Mushundoq oltindek zaminda o'z ona yurtimizda ro'noq topolmasdan xo'rlanganimiz, dapsanda qilinganimiz qiziq ish. Hey, buningga nima degilik? Shamolxon bekordan bekor shundoq dardlik naqsh etadigan bo'lib qolmagankan. Gap, biz nimishqa xor zabun bo'lib yurimiz? Nima uchun bir nonga zar bo'lamiz? Bularni o'ylasam, Turdaxon meni yig'i bosadi. Bu balkim Xudoning irodasidir. Shundaqmi deymiz? O'zimizning ketkizib qo'yayotgan yerlarimiz ko'p. Bizda nodonlik ig'ir. Nasiraxon achchiq tindi. Biz avval nodonlikni, qaloqlikni cho'rib ta'lisak, ondan ishimiz o'ngishlarmikin? Biz yaxshi kunlarga erisharmizmi? Gap irodamizda, umid bilan yashashda. Odam hamon o'ladi. Shundoq bo'lgandikin bizni besib turayotgan zo'ravon qo'mondonchilarga tiz bukib, to'shqandek 1000 yil yashag'icha yo'lbosdak bir kun yashagan afzal. Gaping'o to'g'ri. Bolalarni, oilani o'ylamasak bo'lmaydi-da. Xudo ularning mo rizqini beradi. Biz ularni yaxshi kunga erishtirib qo'yib o'lib ketsak, bizdan nima armon? Nasiraxon, sen xili ko'p narsalarni o'ylaydi ekansan-a? Bekorga xiyol suribla yurmayman degina. Xiyol Xudoning bizga ato qilgan eng cho'ng boyligi. Xudoy taolo mushuningga kelganda bakmo sexiylik qilgan. Xiyol bo'lmasa qandoq qilatdikin? Xiyol degan hamma narsa tal, ayrim dunyo. O'zing kambag'al bo'lsangmi xiyolingda boy bo'la olaysan, podsho bo'la olaysan. Podsho bo'lgan bormi nima? Shu chaqda uyga kiringlar, deb Tömürbek bularni chaqirdi. Ikkinchi. Quyosh ufqdan ko'tarilishdan avval Aqash bilan Ibraylar 100 otni oldiga silib haydab keldi. Sirtdagi dupur-dupurdan cho'chib uyg'ongan Tömürbek ansiz varqirdi. Turunglar, turunglar. Sirtda otlarning tuyoq ovozi anglanyotidi. Nasiraxon bilan Turdaxon cho'chib uyg'onishdi. Nemish bo'lgandi? Yuringlar, qarab baqayli. Ular sirtqa chiqqanida Aqashlar haydab kelgan otlarni yoy shaklda qurshab turardi. Buni ko'rib Nasiraxon bilan Turdaxonning ko'zlari hayronlik iligida chekchiyib ketdi.
Nima degan yomon nimalar bu? Otlarni shuncha bila to'saqlardan qandoq o'tkazib kelgandu? Dedi Turdaxun o'z-o'ziga so'zlagandek. Tinch aman turdinglarmi? Dedi Aqash kulib qo'yib. Xudoga shukri, o'zingchu. Obdan, dedi Aqash Uyg'urcha ravon so'zlab. Qaltisgansizlar, dedi Turdaxun. Yuringlar, endi o'zanga borayli. Turdaxunning yuragi texicha ansizchilik ichida so'qiyotdi. Qandoq qilmaymiz Nasiraxun? Bola chaqa, o'y. Bo'ldi qo'yinglar uni. Qolg'iniga yaratgan egimiz bor. Ularni Xudoga topshirdik. Otqa mininglar. Bizgimi yo'l chiqib qolar. Keyin yurtqa yuzimiz yo'ruq qaytsak ajab emas. Ular otlarni haydab tog' jilg'isi bilan mangdi. Oqqush bulutlarga o'ralgan tog' bakmo haybatli ko'rinatdi. Achchiq sovuq ularning yuzlariga nashtardek sanjilatdi. Ularning yurakidagi ansizchilikni qalbiga shiddat bilan bosib kirgan jo'shqinlik, umidvorlik yalmab ketdi. O'zdan partizanlarning shtabi o'rinlashgan markaz edi. Ular bu yerga yetib kelgandan keyin otlarni o'rinlashtirib, kichikkina xotirjamlikka erishganda bo'ldi. Ular chidirga kirgandan keyin Turdaxun Aqashqa o'zining maslahat soladigan ishi borligini aytdi. Aytqin, nima gaping bo'lsa qo'rinmay ayt. Turdaxun ko'ngildagi andishini qoldirmay aytib berdi. Voy, shu gapmidi? Dedi Aqash kulib turib. Uningdan xotirjam bo'linglar. Men mavi otlarni ili partizanlarga avatib berib, xotirjam bo'lgandan keyin bunjiloqqa odam avatib surishtirib baqay. Sizlar ketsanglar bo'lmaydi. Avu aqanning digini to'g'ri, dedi Aqash andin. Biz go'mindanchilarga ancha-muncha zarba berib, parakanda qilib turmasak bo'lmaydi. Sizlar hozircha odamlarimiz bilan tanishib turinglar. Bizda qurol qiz, dedi. Bir kuni ular chidirda choy ichib o'ltirganida yoshgina bir qozoq partizan bola yugurib kirib keldi. Bonjiloqqa berib keldim. U yerdagilarning hammasi sizlarni partizanlar tutib ketibdi deyishyapti. Sizlarning derkinglarni elish uchun diqmoq qarvoy bir odamni avatibdi. U hozir Bonjiloqda. Men hech bilmagan kishi bo'lib yinib keldim. Ha, nihoyat yaxshi bo'ldi, dedi Aqash. Nasiraxun bilan Turdaxun o'ylanib turib qoldi. U kimdi? U Qaraqvonmi ya? Ismini so'rab baqsichu. Kelgan odamning ismini so'rab baqdingmi? Aldirab so'rdi Turdaxun. Yo'q, so'ramabdiman. O'zi yo'g'on nima ekan? Mundaq qilayli. U odamni tutib akilib, yana qo'yib berayli. Shunda qilganda go'mindanchilar sizlarni partizanlarga qo'shilib ketibdi demay, aksicha partizanlar tutib ketibdi deb barhaq ishnidu. Shu chaqda oilanglardagilarmi omon qoladi, dedi Aqash aldirmay so'zlab. Uni tutib kelganda, dedi Nasiraxun. Uning ismini so'rab, Qaraquvon bo'lsa, uningga ahvolni aniq aytib, tutib kelgandek qilib ilib kelsa bo'ladi. Bo'lmasa u yerda tartishib so'qishib yurmasa yana. Bo'ldigan gap. Undaq bo'lsa men hozirla odam mandiray. Aqash shundaq deb o'rnidan turdi. Mangdiganlar xatarga yo'liqib qolmas, dedi Turdaxun. Odamlarimiz bu yerni 5 qo'ldek biladi. Xotirjam bo'l. Bir necha kungacha ketganlardan xabar bo'lmadi. Bir kuni tuni yerimida otlarning ansiz tuyoq ovozlari anglanib, hammasini cho'chitibdi. Ular sirtqa yugurib chiqqanida Bonjiloqqa ketganlar qaytib kelishgan edi. Uyga kiringlar, uyga, qani, dedi Aqash ularning oldiga yugurib berib. Ularning orasida giroy bir odam mazmut qadamlar bilan kelyotdi. Voy, Qaraquvon, salomatmisan? Turdaxun uni quchoqlab ko'rishdi. Andin Nasiraxun quchoqlashdi. Bu yerda nima qilyapsizlar? Voy, uvanglarni topgan o'xshamamsizlar? Bu yerga kelvolganinglarni qara, dedi Qaraquvon. Uyga kirib paranglashayli. Ular uyga kirib joylashib olgandan keyin qaytadan ahvollashdi. Bu boshliqimiz Aqash bo'ladi, dedi Turdaxun Aqashga qarab. Qaraquvon sizga deb bergan og'inlarimizning biri. Qaltis yo'g'on nima ekan bu? Texi buningdan yo'g'onlar bor. Qassoblar ko'rsa so'yib olgudek, dedi Turdaxun alayda jonlanib. Qaraquvonni ko'rsang,
boshqachilar bo'lib ketadigansan. Ha, Tudaxun, dedi Nasiraxun kulib qo'yib. Shundoq bo'lmaychu, Qaraquvon, yurtning ahvoli qandoqroq? Sizlar ketib, deb gap boshladi Qaraquvon. Barat boshliq bir qanchalarni kechida charlashga qo'ydi. Ular hozir maxfiy harakat qilyotidi. Bo'njiloqdan biraylan sizlarni partizanlar tutib ketibdi deb xabar elib beribdi-kan. Meni darhol bu yoqqa avatdi. Oilalardagilar salomat. Ularga hech ziyon zahmat yetmadi. U yerda mo ahvol jiddiy. Baratlar u yurtda bo'lgan ishlarning hammasini tafsiliy so'zlab berdi. Yaxshi bo'pti, dedi Nasiraxun boshqacha ruhlanib. Baratning deganidek qo'ylarni Go'mindan askarlarga topshirib bermadik. U oqashqa qarab qo'ydi. Biz bu yerda turib qoldigandek turmiz. Bu mo yaxshi bo'ldi. Birodarlarga aytib qo'y. Biz nayt yaxshi turyapmiz. Ular harakatni to'xtatmasin. Biz mo xotirjam bo'ldik. Endi biz oqashlar bilan harakatni boshlaymiz. Men mo qitilay, dedi Qaraquvon qo'shimlarini turib. Hozircha bo'lmaydi. Bu ikkalanning hayot mamoti sana bog'liq bo'lib qoldi. Sen u yerga borgandan keyin Turdaxun bilan Nasiraxunni partizanlar tutib ketibdi. Meni mo tutib olgan. Men aran qochib chiqdim. Ularni Go'mindonga xizmat qilding deb daraxtga esib qo'yibdi. Deysan, shu chaqda bular bu yerda xotirjam harakat qila oladi. Bo'lsigo sendek azimat aramizga qitilsa, xushal bo'lib malximizni osmonga atatdik. Biroq amal yo'q. Sizlar mo harakatinglarni to'xtatmay davomlashtirib turinglar. Biz mo bu yerda harakat qilayli. Baratqa mendan salom aytqin. Ular bu ikkisidan bek ansiravatidi. Hozir yurtning hamma yerda bularning gapi. Nasiraxun, bir tal o'q atmay danqimiz chiqib bo'pti emasmi? Hammasi tangla kulishib ketdi. Qiziq nimjumo sen Tudaxun, dedi Qaraquvon. Tang suzilib quyosh ko'tarilgan bo'lsa-mu, lekin qalin bulutlar orasida o'z jamolini ko'rsatmay turadi. Achchiq sovuq shamol yuzlarga nashtardek sanchilatdi. Bir xil sukut hukm suratdi. Bulutliq osmon nemigadir g'azabi kelgandek turilib turadi. Mushundoq bir yiqimsiz timtoz saharda Qaraquvon bular bilan tasdiqda xo'shlashib, bularning ishlariga utuq tilab yurtga qaytdi. Turdaxun bilan Nasiraxun uning orqasidan to'ymay qarishib qoldi. 3. Uzandagi partizanlar aslida 30 dan ortiq edi. Keyincha har bir qo'shdan birdan odam qo'shilib 200 odamga ko'paydi. Bularda aran 40 tal miltiq, 2 avtomat bo'lib, to'lisi palta, kaka, oralar bilan qurollangan. Bular asosan tog'larda chiniqqan mergan palvonlar edi. Go'mindon armiyasining qo'mondonlari maxfiy razvedka qilish orqali bularning turishliq o'rnini bilib olgandan keyin u yerga bir necha qatim hujum qildi. Partizanlar har taraflarga bo'linib, ularning tegishli jazosini berdi. Nasiraxun bilan Turdaxun o'zlarini unutishib, kurash qo'yniga kirib ketishgan edi. Oqashlar ustadlik bilan tosh ustiga kigiz qalpoq kiydirib, o'zlari boshqa yerlarga yoshirinib turishadi-da, Go'mindon askarlari qalpoqlarga hujum qilganda, ular yon tarafdan, orqa tarafdan zarba beradi. Go'mindon aksiyachilari mag'lubiyatiga tan bermay, 2 kundan keyin yana 400 askari bilan hujum qo'zg'adi. Ular miltiqlarni tanglab, yopirilib kelyotdi. Oqash partizanlarni tog' atroflariga, tog' kaynlariga mo'ktirib ularni kutib turdi. Ular miltiqlarni batlab, yaqinlab kelib, tashlarga kiydirilgan qalpoqqa qaratib, o'q uzishga boshladi. Qarshi tarafdan sado kelmagandan keyin o'rinlardan turib olg'a ilgirladi. Oqashlarning dallab etilgan o'qlardan yiqildig'ini yiqilib, qolganlari kayniga chekinishga majbur bo'ldi. Ular ushtumtut qilingan hujumdan o'zlarini yo'qotib qo'yishdi-da, qarorgohiga qarab badar qochdi. Partizanlar xili ko'p miltiq, o'q-dora g'animat oldi. Bularning holi shunchalik, aksiga shilting atqan bilan, dedi Turdaxun qo'llarini silkib. Yo'q, bularni sal chaqlig'il bo'lmaydi. Bular budaq qitim cho'ng hujum boshlashi mumkin.
dedi Aqash. Qandaq qilsa qilmamdu, kelsa yana jajisini yeydi. Shundaqdimi sagak turayli. Ular amdi o'rnimizni bilib qoldi. Jim turmayli. Degandek, Ahatsila Gomindan aeroplanlari bu yerni bombardimon qildi. Demedimmi? Bular amdi jim turmaydi deb, dedi Aqash tit bo'lib. Bizga ziyni cho'ng bo'lmayotgandikin, qilidig'inini qilib tursin. Oldirmay adipini berimiz, dedi Turdaxun tosh keyniga mo'kib turib. Bundaq bo'lsa qamlashmaydi. Biz hamisha mo'kib yursak bo'lmas. Shuningdan boshlab Gomindan aeroplanlari bu yerni to'xtamay bombardimon qilishga boshladi. Buningdan ichi siqilgan Aqash partizanlarga bir kuni kechida maslahat soldi. Bular o'rnimizni bilib qilib chataq bo'ldi. Buni cho'qim biri ularga aytib qo'ygan gap. Bo'lmasa bu yerni qandoq biladi? Daxiyanza baj idorasida ishlaydigan Karim bu yoqqa kelganda qilgan, dedi biri. U mush yerga kelganmi? Yo'q, past tarafdan qaytib ketgan. Balkim shu degandi. Anangni. Ular yana kelsa cho'qim ashu boshlab keladi, dedi Aqash o'ylanib turib. Amdiki masala aeroplanni kelmas qilib etishda. Bo'lmasa bizga oromlik yo'q. Karim deganni o'zim atmasam, dedi Nasraxun o'z gapini qilib. Avval biz aeroplanni kelmas qilib etishning amalini qilayli. Mundaq bo'lsin. 10 margan bir yerga jam bo'lib, aeroplan kelishi hamon birla vaqtda o'q chiqarayli. Amal qilib birla aeroplanni yo'qotsak, balkim ular kelishga petnalmas. Ular shu maslahatdan keyin atsi 10 margan aeroplan pas uchadigan joyga kelib joylashib oldi. Nayt diqqat qilayli. Obdan chanlanlar ha. Mushu bir qitim, dedi Aqash ularga jikilab. Xotirjam bo'l. O'zimla bir taraf qilib o'taman, dedi Turdaxun ko'zlarini chimiltib qo'yib. Ko'rmez qani. Nasraxun miltiqni ching tutib jiddiy holda turatdi. Hammanglar taqtiringlar. Ana, aeroplan kelyotidi. Ot! O'q hamma miltiqdan tangla etildi. Aeroplan quyruq tarafidan qora is chiqarib, Vutay tarafga tushib ketdi. Biz g'alaba qildik. Biz g'alaba qildik. Jo'shqin sadolar tog'larga urilib, aks sada paydo qildi. Nasraxun bilan Turdaxunning chiroyida ko'rilib boqmagan bir xil xushallik jilvalandi. Ular hammadan bakrak varqiraydi. Biz g'alaba qildik. Xayr xo'sh uchqu. Salvamizni seling janoblarga yetkazib qo'y. Men salomat turyotaman. Turdaxunning bu so'zidan atrofda turgan partizanlar kulishib ketdi. Turdaxun Aqashqa ko'z qisib qo'ydi. Ajoyib qiziq nima jumosan? Urush vaqtlarida mo chaqchaq qilib, dedi Aqash uning dolisiga urib qo'yib. Undaq uchqi deganni birda-bir tushirib o'taman, dedi u bo'yinlarini to'lg'ab. Ular kulishkinicha g'izolanishga mingishdi. Gomindan aeroplanlari shuningdan keyin bu tarafga kelmadi. Bir kuni bir partizan bola asrab yugurgunicha ansiz holda Aqashning yiniga keldi. Eliqi Karim deganning yo'l boshlashda Gomindan askarlari kelyotidi. Anangni ichimizdan chiqqan munofiq. Aqash g'azabdan titrab ketdi. Hammanglar buyruq kutib turinglar. Men ularni yo'qotishning chorasini o'ylab olay. Bo'ladi. Eliqi partizan bola yugurgunicha ketib qoldi. Gomindan askarlari bu yerga kelish uchun eliqi tarchiqdan o'tmay qolmaydi. Biz shu yerdan foydalanib zarba beraylik. Bu bir fursat, deb o'yladi Aqash. Ondan partizanlarning yiniga berib, ularni har qaysi taraflarga, qiya cho'qqilarga taqsim qildi. Xillangan 10 marganni tar jiraning oldi keyni taraflariga bo'ktirdi. Karim Gomindan askarlarini boshlab xotirjam holda tarchuq yerga kirdi. Ular sal mangandan keyin Aqash beliga o'qi atdi. Taraf-tarafdan o'qlar etilishga boshladi. Nasraxun chanlab turib, Karimning chekisi etibla uni mollaq atqizibdi. "Mendak atding", dedi Turdaxun. Askarlar qiya-chiya qilishib, qalaymiqan o'q uzishdi. Birdilla ularning boshlig'i qattiq varqirdi. "Chekinayli, chekinayli!" Jiraning ustida turganlar toshlarni ularga qaratib do'milatdi. Oldi keynidagi marganlar o'q uzib turatdi. Askarlarning qochidig'ini qechib, o'ladig'ini o'ldi.
Hey, Qural, o'qning kamchiligi, deb hasrat chekdi Aqash. Qural o'q to'liq bo'lgan bo'lsa, birini qo'ymay qirib tashlaydiq-da. Shu holiga biz bilan urushqili kelginini bu guylarning. Turdaxun so'zligach Aqashning yiniga keldi. Uning bilan billa kelayotgan Nasraxun. Ajab noch bo'lib ketibsan-ku, tutulib qolgan bo'lsang, aka, biz qarindosh-ku deyting, dedi uningga masliki kelib chiqishib. Nadagi gaplarni qilyapsan? Men degan erkak tuki bor erkakchimi? Yetti shani so'rgan, dedi Turdaxun maydisiga mushtlab. Qiziq nimjimo sen, dedi Aqash bayqi hasratini unutib. Sen bilan billa yursa kishi zerikmaydi. Aqash aloqalashib turayotgan ili partizanlardan xabar kelib, bularni chaqirtdi. Aqash o'zimi bu yerda hamma narsadan qisilib, harakat qilib, cho'ng bir ishni tavirtishning mumkin emasligini his qilgan edi. Shunga u birodarlariga maslahat silib, ularga qo'shilib ketish qaroriga keldi. Biz sizlar bilan birga berib, ularga qo'shilib ketayli, dedi Nasraxun keskin holda. Shundoq qilayli, dedi Turdaxunmu. U shundoq degan bilan oilasini, bolalarini, yurtini bekmo sig'ingan edi. Sizlar biz bilan birga ketimiz desanglarmi ixtiyoringlar, lekin meningcha sizlar endi yurtinglarga qaytmasanglar bo'lmaydi. Nimishqa undaq deysan, Aqash? Bizni yaklawatamsan ya? dedi Nasraxun oldiga sal surilib qo'yib. Mening mundaq deyishim sizlarni yaklaganlikim emas, dedi Aqash o'ychan ko'zlarini ularga tikib. Men sizlarning oilanglarni ham Barat palvon boshliq birodarlarning ishlarini o'ylayapman. Men sizlarni yurtinglarga qaytarish o'yda yuratdim. Lekin sizlarga qiymay, endi qaytadigan vaqtmo kelib qoldi. Birodarlarga mendan salom aytinglar. Harakatni to'xtatib qo'ymasin. Go'mindan amaldorlari so'rab qolsa, qechib keldik deb bizni yolg'ondan tillab qo'yinglar. Sizlarni tillashqa qandoq tilimiz borsin, dedi Turdaxun. Chin dilinglardan tilamagandikin nim bo'ladi? Biz sizlar bilan birga ketsak bo'ladi, dedi Nasraxun. Hurlik uchun qayerda kurash qilsa, yanala xalqqa, vatanga to'p qo'shgan bo'ladi. Nasraxun bilan Turdaxun ko'p o'ylashgandan keyin qaytish qaroriga kelishdi. Ular bir-biriga qiymagan holda nihoyatda ta'sirda ayrilishdi. Aqashning ko'zlarida yosh lig'ildab turadi. Ularning ko'ngli bakmu parishon edi. Partizan yigitlarmu ko'zlariga yosh elib, ular bilan quchoqlashib xo'shlashdi. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Xudoga omonat. O'zinglarni ko'p asranglar. Tun qorong'usi. Atrof jimjit bo'lib, ochiq sovuq shamol bo'sh qo'ytib turadi. Bu kecha kishiga bakmu surlik tuyulatdi. Turdaxun bilan Nasraxun un-tinsiz yo'l yurmoqda. Bir chaqda ular Sitayga yetib keldi. Turdaxun Gomindangning Sitay partizanlarini yo'qotish uchun qurgan chidirlarni ko'rib, "Ey Nasraxun, biz bir o'yin qo'yib, bu yerdagi harakatimizni oxirlashtirmamdik", dedi uning ichiga shayton kirib. "Qandaq o'yin qo'ymiz? Men avo chidirga o'q ataman. Sen men tarafdagi chidirga o'q atsan. Ikkimiz tangla atayli", dedi oraliqi 100 metr keladigan ikki chidirni ko'rsatib. "Ikkimiz tar o'stanning bo'yida tepishib yo'limizni davom qilamiz. Mushu kunlarda yuriking bakmo yo'qnab ketyotadi-jumo. Men seni xili yurik cho'ngkan deb yursam, qara seni. Ey ahmaq, bir sinab ko'rayli. Ular bizni sizalmaydi. Qandoq? Ma'qul degina, xo'sh bo'lib qolay." Nasraxun o'ylanib turib ketdi. "Ma'qul degina, o'yin chiqdi. Bo'pti, lekin meni itibatma. Undaq qilamdigan, avval otni biz uchirishdigan yerga opirib qo'yib, xotirjam ish boshlayli. Ajab hunaring to'la nima ekansan? Hunar deganing amdi chiqdi tixi. O'zim hunarvan tursam." Ular otlarini deyishgan yerga opirib qo'ygandan keyin ikki yo'lga bo'linib, chidir tarafga qarab mandi. Oradan ancha ko'p vaqt o'tmay, ikki tarafdan bir-biriga qaratib etilgan o'q ovozlari anglandi. Tatliq uyquga ketgan askarlar cho'chib uyg'onishib, bir-biriga qaratib o'q etishga boshladi. "Qandoq?
Planim bolamdikan Nasiraxon, dedi u atni mengişiga qo'yitib. Sen degandek ular uxlab qaptikan. Qaravulni joylatib, keyni-keyndan 2 pay etivetdim. O'qing quliqimning yenidan o'tib ketdi, kalva. Tutib olsang bo'lmamdi, lozim bo'ladi. Qara ularning etishayotganini. Xayr xo'sh, firqa askarlari, sizlarga omad tilayman. Piqir sizlarga hurmatsizlik qilib qo'ydi. Kechiringlar. Turdaxun asta shivirladi. Ular qorong'ulik qo'yniga singib ketdi. Az o'tmay ular tarafdan harvukesh naqshisi anglandi. Bu naqsha timtas yotgan tog' bag'rini munga saldi. 7-bob tugidi.